Bega mashina qo'yish mumkin emas, sirpan berdan. Sirpan berdan. Yaxshi. 10 minutdan keyin kelaman, agar sheyda bo'lsang, po'qollatamansan. Janob, sizga bitta savol bersam maylimi? Hop. Agar savolimga qoniqarli javob bersangiz, yana $100 qo'shib beraman. Hop. Yashashdan maqsadingiz nima va hayot sizga nimani anglatadi? Qara. Bu savolingga kecha bitta kitobdan javob o'qigandim. Kecha olamdan o'tgan insonlar bugun haqida o'ylashgan edi. Bugun ertalab olamdan o'tgan insonlar esa bugun kechki payt haqida o'z rejalari bor edi. Hamma narsa bir onda yo'q bo'lib qolishi mumkin. Senga bitta sekretimni aytaman. Qara, sen uchun sen borsan, bu hayot bor. Sen yo'qsan, bu hayot ham yo'q degan. Shuning uchun o'zingni asra, o'zingni ehtiyot qil, o'zing uchun ko'proq vaqt ber. O'zing yaqin insonlarga mehribon bo'l. Zero seni o'limingdan keyin seni eslab orqangdan yaxshi inson deb qoladigan insonlar bor. $100 ber endi. Kartadan yechib olarsiz. Mashina